Yana mahalliy xabarlarga qaytamiz. Qo'riqlash departamenti va uning hududiy boshqarmalarida tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar yo'nalishida xizmat olib borayotgan inspektorlar ishtirokida seminar tashkil etildi. Oiladagi xotin-qizlar yangi O'zbekiston taraqqiyotining ko'makchisi mavzusida o'tgan tadbirda xodimlar va ularning oila a'zolari bilan ishlashda e'tibor qaratiladigan jihatlarga to'xtalib o'tildi. Jizzax shahri mezbonlik qilgan mazkur seminarda xizmat faoliyati davomida stress omillarini boshqarish, oilaviy muammolari mavjud xodimlarni barvaqt aniqlash va ularga psixologik yordam ko'rsatish, xizmat va oilaviy majburiyatlar muvozanati kabi mavzularda ma'ruzalar qilindi. Muloqot davomida ruhiyat masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan holda xizmat jarayonida va shaxsiy hayotda yuzaga kelgan muammolarni yechimini topishning samarali yo'llari borasida fikr-mulohazalar bildirildi. Qo'riqlash departamenti va uning hududiy boshqarmalarida xizmat olib borayotgan xodimlar va ularning oila a'zolari bilan ishlash bo'yicha katta inspektorlar ishtirokida o'quv seminari tashkillashtirildi va bu o'quv seminarimizni tashkillashtirgan asosiy maqsad shu yo'nalishda xizmat olib borayotgan xodimlarni bilim va malakalarini oshirish va kelgusi xizmat faoliyatlarida shu bilim va malakalarini qo'llagan holda rejalar ishlab chiqish va o'z xizmat faoliyatlarini to'g'ri taqsimlashdan iboratdir. Kelgusida bu kabi o'quv seminarlarini o'tkazish va auditoriyamizni kengaytirish, shu bilan bir qatorda boshqa soha mutaxassislari jalb qilgan holatda o'tkazish rejalashtirilmoqda. Seminar psixologik trening ko'rinishida davom etdi. Ishtirokchilar xotira, tafakkur, his-tuyg'u va insonning alohida qobiliyatlari, iste'dodi, xarakteriga xos ruhiy hodisalar borasidagi bilimlarni yanada oshirish imkoniga ega bo'ldilar. Bu seminarlar bizlarga juda ham ma'naviy ozuqa beradi. Bizani bu jipslashtiradi. Psixologlarni treninglari meni o'zimga shaxsan juda ham yuqori darajada yoqdi. Biz bu yerdagi treningga o'zimizga kerakli bo'lgan ozuqalarni oldik. Men o'zimga olgan bilimlarimni erta Xudo xohlasa Buxoro viloyatiga borganimga o'zimni kasbdoshlarim bilan baham ko'raman. Bu menga juda ham yaxshi ta'sir qildi. Oliy ta'lim muassasalari psixologlari, din ishlari qo'mitasi hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligining hududiy boshqarmalari xodimlari bilan hamkorlikda o'tgan seminar kunning dolzarb mavzularidagi fikr-mulohazalarga boy bo'ldi. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish, ayollar va yoshlar orasida diniy mutaassiblashuvning o'ziga xos jihatlari kabi masalalarga ham e'tibor qaratilgan muloqot davomida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishdi. Bugungi seminarimiz tizimimiz bo'yicha birinchi marta o'tkazilyapti. Ushbu seminarimizda ko'tarinki ruhda o'tyapti. Har bitta xodima ayollarimiz ma'lumotlar bilan almashyapti, olishyapti. Ushbu seminarimizdan kutilgandan ko'proq natijaga erishdik va buni tashkillashtirganligi uchun rahbariyatimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugungi seminardan olgan ko'nikmalarimizni, bilimlarimizni, tajribalarimizni xizmat davomida foydalanib borishimizni o'zimizga maqsad qilib oldik. Qo'riqlash xizmati sohasida faoliyat olib borayotgan xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, oilalar birdamligini ta'minlash masalalariga e'tibor qaratilgan samimiy muloqot ruhida o'tgan seminar yakunida faol ishtirokchilarga Qo'riqlash departamenti tomonidan tashakkurnomalar topshirildi.